12-oy. Farzandingizni birinchi tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. 12 oylik bo'lish chaqaloqlikdan go'daklikka o'tishni muhim bosqichi hisoblanadi. Bugungi kunga kelib farzandingizda kuchli qiziquvchanlik va mustaqillik hissi shakllangan. U endi dastlabki qadamlarni qo'yayotgan, bir necha so'zlarni ma'noli ishlatayotgan, o'yin, ovqat va odamlarga bo'lgan munosabatida aniq afzalliklarni namoyon etayotgan bo'lishi mumkin. O'sish va jismoniy rivojlanish. Dastlabki oylardagiga qaraganda sekinroq bo'lsa ham 12-oyda barqaror o'sish davom etadi. Chaqaloqlar o'rtacha har oyda 200-250 gramm atrofda vazn qo'shadi. Bo'yiga taxminan 1 santimetrga o'sadi va bosh aylanasi 0,5 santimetrga kattalashadi. Bu yoshga kelganda aksariyat chaqaloqning vazni tug'ilganidagi vaznga nisbatan 3 barobarga yetgan bo'ladi. Rivojlanish bosqichlari. Yirik motorik qobiliyatlar. Tayanchsiz tura oladi, birinchi mustaqil qadamlarni qo'yishi mumkin. Yordam bilan past mebellar yoki zinapoyalarga chiqadi. Nozik motorik qobiliyatlar. Bosh barmoq va ko'rsatkich barmoq bilan kichik narsalarni ushlay oladi. Qisqich ushlash. Kitob sahifalarini varaqlaydi. Bir vaqtni o'zida bir nechtasini. O'yinchoqlarni bir-biriga urib chiqaradi yoki kubiklarni ustma-ust qo'yishga harakat qiladi. Ijtimoiy va hissiy rivojlanish. Tanish odamlarga mehr ko'rsatadi. Ajralish tashvishi paydo bo'lishi mumkin. Mustaqillikka intilishni boshlaydi, ammo hamon ishonch va tasalli izlaydi. Til va aloqa. Mama, dada va yana bir ikkita ma'noli so'zlarni aytadi. Oddiy ko'rsatmalarni tushunadi. Xayrlashganda qo'l silkiydi. Yo'q deganda boshini chayqaydi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Har bir bola o'ziga xos suratda rivojlanadi. Ammo 12 oylik chaqalog'ingizda quyidagi holatlar kuzatilsa, shifokorga murojaat qiling. Emaklamasa, yurishga harakat qilmasa yoki turishga urinmasa. Tayanchda turganida oyoqlariga og'irlik tushira olmasa. Ko'rsatish, qo'l siltash yoki bosh chayqash kabi imo ishoralardan foydalanmasa. Hech bo'lmaganda bitta ma'noli so'z aytmasa. Boshqalar bilan muloqot qilish yoki o'ynashga qiziqish bildirmasa. Ota-onalarga maslahatlar. Yurish ko'nikmalarini rivojlantiring. Chaqaloqning birinchi qadamlari va erkin harakatlanishi uchun xavfsiz muhit yarating. Nutqni shakllantiring. Har kuni kitob o'qing. Atrofdagi narsalarni nomlang va chaqaloqni g'o'ldirashlariga javob bering. Mustaqillikni qo'llab-quvvatlang. Chaqaloqqa o'zini ovqatlantirishni mashq qildirishga imkon bering. Hatto bu tartibsizlikka olib kelsa ham. Birgalikda o'ynang. To'pni dumalatish yoki kubiklar bilan minora qurish kabi oddiy o'yinlar harakatlarni muvofiqlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Ajralish xavotiriga barham bering. Ishonchni mustahkamlash uchun qisqa va muntazam xayrlashishni mashq qiling. Xavfsizlikni ta'minlang. Chaqaloq harakatchan bo'lgan bu bosqichda mebellar, zinapoyalar va mayda yutib yuborish mumkin bo'lgan narsalarni xavfsizlantirib qo'ying.